Salam do'stlar, hammalarning mush vaqti xayrli bo'lsin. Bugun men do'stlar bilan bu True Face serum, ya'ni bu Lanjunju deb qo'yamiz, ko'k marvaritni o'rtoqlashmoqchi. Men ishlab kelib uzoq bo'ldi buni. Bugun bak qiziqish bo'ldi. Men mana bu Lanjunjuni burun ishlatib bo'lgan qutisini kerak bo'lib qolib, aslan bolalarim suv qo'yib qo'yibdi ekan buning ichiga. Shu qarasam, buning ichida mana bunday jumaloq sharchilar. Ko'ra oldinglarmi? İşte süzük şarkı paydo bo'lib qolibdi. Nechital. Demak, buniki ashtaqa ishilib bo'lgan shu qutisida, ishilib bo'lgan qapqag'an quruq qutini ichiga solib qo'yganda shunda sharch paydo bo'libdi. Demak, shu terniki shu qo'rib tushgan yerlarni to'liqlaydigan bak foydasi bor ekan deb o'yladim. Men o'zim shu natijasini ko'rdim. Siz buni bevosita ichib bilan men asosan shu menda kulma emasmi? Ko'zim atrofida, peshanam, shu qo'rib yerlarga jiqroq ishlataman. Bo'ynimizga. Undan keyin mana bu ishlatib bo'lgan Lanjunjuni bundaq suvni ishlatadigan qizlar ko'p faqat mushuni ichiga sepib qo'ysangiz shu suvni anadek ko'proq bo'lib qoldi, lekin chassangiz uning foydasi bor ekan. Ishlatib bo'lgan qopdagi suv shu darajada o'zgargandan keyin bu chuqur bizni terimizga haqiqatan foydasi bor degan gap. Buni surib bo'lgandan keyin yaxshi massaj qilamiz. Yaxshi massaj qilib bersak bo'ldi.